Assalomu alaykum hammaga YouTube ahli, tinchmisizlar? Sarlavhada ko'rdingizlar, juda ham zo'r yangilik. Aynan Cobalt avtomobili bo'yicha mana как orqamda turgan ekan. Style Midnight pozitsiyalari. Cobaltlarga shartnomalar xudo xolasa bemalol bo'lib qoldi. Xarid qilmoqchi bo'lganlar bemalol Navoiy avtotex xizmat avtosaloniga tashrif buyurishlaringiz mumkin. UzAvtomotor tomonidan ham rasman e'lon qilindi. Cobaltga dilerlar orqali shartnoma berilayotgani. 3-noyabrda onlayn shartnoma ochilgandi. Shartnoma olganlardan ko'pchilik to'lov qilmaganligi sababli shartnomalar offlayn tarzda avtosalonlarga berilmoqda. Ko'pchilik o'yin kulgiga oladigan bo'lib qoldi. To'g'risini aytaman, menimcha sizlarning ham tanishlaringiz bo'lsa kerak. Qo'pol aytganda hech qanaqa to'lov qilish imkoniyati yoki qiziqishi plani yo'q, oddiy aytganda, moshina olish plani yo'q, lekin prosta kirib shartnoma olib chiqishadi. Xarid qilmoqchi bo'lgan odamlar qolib ketib, unaqa o'yin kulgiga shartnoma oladiganlar oxirgi paytlar shartnoma oladigan bo'lib qolgandi. Shu sababli shartnomalar offlayn tarzda avtosalonlarda berilyapti. Xarid qilmoqchi bo'lganlar bo'lsa, bemalol avtosalonga tashrif buyursalaringiz bo'ladi va endi bitta kamera aylantirib olib, sizlarga qo'shimcha ma'lumotlarni berib o'taman. Xo'p, unda boshladik. Pozitsiyalar bo'yicha aytib o'tamiz. Style Midnight, Style MCM, Midnight MCM pozitsiyalarga shartnomalar ochilgan. Faqatgina limit asosida bo'ladi. Buni avtosalonga tashrif buyurib, aynan qaysi pozitsiyaga shartnoma borligini aniqlashtirib, shartnoma olib, to'lov qilishlaringiz mumkin bo'ladi. Yetib kelish muddati shartnomada ham yozilgan bo'ladi-yu, 15 kun, 20 kun uzog'i bir oyda avtomobillarni qo'llaringizga olaverasizlar. Bu, ya'ni tez. Misol uchun o'tgan yil Cobalt bir oyga chiqadi desa, ishonish qiyin edi. Lekin xudo xolasa yetib kelish kunlari uzog'i bir oy atrofida yetib kelish kerak. Men uzoqda aytaman, bu 10 kunga ham, 15 kunga ham to'g'ri kelib qolishi mumkin. Yana qo'shimcha ma'lumotlardan kredit qilsa bo'ladimi? Ha, albatta. Avtosalondan shartnomani olasizlar. Xohlanglar, ASK bankdan xohlanglar, Milliy bankdan xohlagan banklaringizdan kredit chiqarishlaringiz mumkin o'sha shartnomalaringiz bilan birga. Keyingi bo'ladigan savol firma otiga olsa ham bo'ladimi? Ya'ni o'sha firma nomer taqiladi-ku, tadbirkor akalar olishadi odatda. Bemalol firma otiga olmoqchi bo'lsalaringiz ham shartnomani firmani otiga olib, xohlanglar пересена qilasizlar, xohlanglar bankdan kredit chiqarasizlar, o'zingizlarning xohishingizlar undan ham bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Ayni paytda yangi chiqqan pozitsiyalar Style MCM, Midnight MCM pozitsiyalar. Narxlari 156 million 100 ming. Midnight MCM menga eng yoqadiganlardan 165 million 200 ming so'm. Eng full Cobalt desa ham bo'ladi. O'sha faralari qoraytirilgan, diskalari qoraytirilgan. Bularni to'liq obzori meni YouTube kanalimda bor, kirib ko'rsanglar bo'ladi bemalol. Mana full ichlari ham qora, kojinli o'rindiqlar, monitorlar, tablolar o'zgargan, multirollar, cruise controllar qo'yilgan, oldingi abagriflari bor. Pastdan narsasini aytib qo'ydim. Motori ham yangicha, Euro 5 standartlariga javob beradigan, Vanush sistema o'rnatilgan va bir yangilik bilmaganlar uchun bularga zavodskoy motor temperatura ko'rsatmasdi. Eski Cobaltda ham ko'rsatmasdi xabar bo'lsa, faqat qachonki isib ketsa tabloqda ashibga sonardi. Eski Cobaltga o'ylab topgandilar. Programma yordamida o'sha ekranga ko'rsatilgan qilishni. Yangi Cobaltda ham programmist tanishlayapti. Birorta Cobalt tanishingiz bo'lsa olib keling, programmasi chiqdi. Urib beramiz. O'sha tablosiga gradusni ko'rsatib turadi motornikini deyishdi. Xudo xolasa yaqin kunlarda avtozapusk, ya'ni pult yordamida yoqishni ham yangi Cobaltga, ya'ni yangicha miyali bo'lib chiqqan-ku, aynan shu Cobaltga ham ishlab chiqaramiz deyishdi. Bu zo'r yangilik. Ko'pchilik o'ylaganda programma chiqmasa kerak, programma bo'lmasa kerak bu yangi Cobaltlar deb. Programmist tanishlar, xudo xolasa ishlab chiqaramiz deyishdi. Kutib qolamiz. Yangiliklar bo'lsa albatta kanallarimizda e'lon qilamiz. Yana bir ma'lumotni qo'shib o'tib ketaman videoga. MCM pozitsiyalar, ya'ni yangi pozitsiyalarni yili 2026 bo'ladi. Mana harfidan ham bilsa bo'ladi. TA 2026. Midnight'niki ham, Style'niki ham. Agar siz MCM emas bo'lgan eski 147 va 155 lik pozitsiyalar bor-ku, oddiy Style bilan oddiy Midnight, ularni xarid qilsangiz 25 bo'ladi. Ya'ni win raqami ishlab chiqarilgan yili 25 ko'rsatilgan bo'ladi. Endi tex pasport qanday bo'ladi, to'g'risini bilmayman, chunki o'tgan yil shunaqa voqea bo'lgandi. 25, 24 urilganlar ham 25 olgan, 25 urilganlar 24 olgan. Tex pasport masalasiga to'g'risi ko'p aralashamayman, qiziqmayman ham. Menga asosiysi avtomobilni win raqami. Bu Style'ni ichi. Buni ham bemalol xarid qilishingiz mumkin. Rangi o'zimizda oddiy Cobaltday bo'ladi.
Midnight'da qora rangda bo'ladi. Bunda ham abagresor, faqat o'rindiqlari koja emas. Shunaqa ma'lumotlar, shunaqa yangiliklar, menimcha kerakli bo'lgan hamma ma'lumotlarni berib o'tdim. Sizlarda qanaqadir savollar bo'lsa, bemalol pastga kommentariyaga yozishingiz mumkin va mening Telegram kanalim bor. Описаниеda ссылкасini qoldiraman. U yerga ham kirib, qiziqtirgan savollaringizni bemalol berishlaringiz mumkin. Viloyat masalasini aniq so'rashadi. Xohlagan viloyatdan kelib, shartnoma rasmiylashtirib, xohlaylar hududlaringizdagi bankdan, xohlaylar shu yerdagi banklardan kredit chiqarishlaringiz mumkin. Bu sizlarning o'zlaringizni xohishlaringiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.